Do'stlar, bugungi videoda biz zombilarga qarshi qal'a quramiz va ular bilan urushamiz va ular juda ko'p bo'ladi. Arqamdagi mana bu turgan uy, mana bosyapman ustiga. O'sha uyda zombilar bo'ladi va biz mana bu temir turgan bo'lishini ko'rganingizda payqagan bo'lsangiz kerak, biz temirdan qal'a quramiz. Kelchi endi. Endi buni qayerda o'ynaymiz? Mayli. Любой joyda o'ynaveramiz. Yuring, ayamlar uylarida o'ynaymiz hech kim. Mana arqamdagi temir qal'ada biz temir narsadan qal'a quramiz va umuman tunu kun ishlamaymiz. Men bo'lsa hozir Anasxon bilan Anasxon qal'ani bitirib turadi. Men hozir zombilarni qo'yaman. Zombilarni nima paydo qilaman degani, tuxumini olib, ana uyga joylayman. Xo'p. Endi birinchi bo'lib zombilarni tuxumi men paydo qilaveray. Hozir perimetrlarni qilib olamiz. Bo'ldi. O'nayni sindirib bo'lmayapti. Bo'ldi. Men yordamlashib o'ray. Hozir qonog'ida qal'a qurgim kelmayapti meni. Zombilar birpasda yaxshi, bet yoritib qo'yaylikchi. Men ham yordam, o'nayni kirib ketdim. Men ham yordam berib o'raman. Rosa ko'p zombilar. Bugun faqat 2 dona yetadi. 2 dona? O'tgan safargi videoni ko'rmadingizmi? Hamma galimlar o'zi ishti xalqi bo'ldi. Bugun galim ham qurmaylik, o'zimiz urishaylik, o'zimiz urishganimiz qiziqroq. Galimlar hamma ishti nima qilib qo'ysa nima? Vijvaniya qilib urishamiz. Vijvaniyada urishamiz-da, bo'lmasam qanaqa qilib urishamiz? Bizga zombilar tashlamaydi. Cho'ta nimagadir rosa ham ko'payib ketdi. Saqchayna. Zombilar qorong'ida qolib ketmasin-da, bitta chiroq qo'yib qo'ydim. Mana speedratchasiga 1-2 qilib quritashaveraman. Yo'q, rosa ko'p kerak bizga. Rostdan ham biz bu safar galimlarsiz urushamiz aytganchalik. Zombilarni balachalari bitta nima qilyapti? Hop, kerakchi bitta qilich olaylik. Nima? Yaramas bu. Mancha Minecraft aqldan o'tyapti. Yaramas sklet. Menimcha zombilar rosa ko'payib ketdi. Ishidan qarab ko'rganasiz-ku. Faqat ochib yormay ishidi. O'tila ketadi shuncha qurganimiz. Mana zombini balachalari asabni yomon buzyapti. Itar o'ryapti. Yaramaslar, itar o'ryapsan. Qattiq. Vijvaniya bo'lishimizdan oldin temir o'rniga qilich topib qo'yibman. Men videoni tugatmoqchi emasman. Men kutubxonaga kirmoqchi edim. Yaxshi. Endi sekingina. Qurdilaringmi do'stlar? Men qal'ani quryapman, jim turing. Hop. Ukam, obunachilar sizlar bitta paddeshka qilib qo'yinglar. Akam 100 ta qilaylik, 92 talar deb qo'ying. Bolalar rostdan ham 92 tamiz bolalar. Shuni 100 ta qilib qo'yaylik. Meni yaxshiladim 100 ta. 100 ta bo'lsa, buni nishonlaymiz. Qani go. 100 ta bo'lish kerak. 100 ta bo'laylik, iltimos nishonlaylik biz 100 ta bo'lganimizni. Biz ham nishonlaylik, mazza qilib tortlayib iftorlaydi. Ol. Bugun
bugun hozir bu videoni nechanchi kuni videoga olyapman. Arafadan bir kun oldin, ertaga Arafa. Undan keyin hayit. Tapa-tapadu, men bilsalaring uchun sinibman. O'shaning uchun ertaga hayit menga soqqalar kuni. Короче, любой odamni hamma odamdan 10 mingdan hayitli olaman, короче. Mana. 10 mingdan kam bergan odamdan rozi emasman. Voy, qo'tyapti Minecraft, nima bo'lyapti? Zombilarni qanaqa ko'p qilib tashladingiz Minecraft? Menimcha qabul qilmayapti bu zombilar o'tvor chiqib ketyapti. Bo'ldi, ucholmayapman. Onlayn imgur Minecraft qotib ketyapti. O bo'ldi, joyiga tushdi. Bo'ldi, qiling. Nimani? Onlayn imgur qilich. Ovozini o'chirib qo'ying. Minecraft qotyapti yomon. Shu videoga olayotganda Minecraft qotishini yoqtirmayman-da. Ya shunchalik qotmay qo'ydi. Endi sekin qilib qo'yor. Hozircha sana qo'yili 2 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. 8 blok tepa bo'lgani yaxshimi? Mayli. 9, 10, 11 bo'lish kerak hozir. 11 blok bo'lish kerak. Nima qilyapsiz? Ovozini o'chiring buni. 11 blok qurildimi? Menimcha 11 blok. 19 blok. Men shuncha yetib qolsa kerak. Bratlar, qalizlar. Birinchi bo'lib men lekinchi anason tushib zombilarning eshigini ochishim kerak. Men qal'adan chiqib zombilarning eshigini ochaman, xo'pmi? Men ochaman, siz tepadan kamonda qarab turasiz. Zombilar bizga tashlanadi. Boshqasiga tashlanmasa o'layer. Mana u zombilar eshikni ochishingiz bilan otilib chiqadi. Keyin qal'aga uriladi. Uchta to'xtatib bo'lmayapti. Menga Minecraft qotishini yomon ko'raman. Menga tepaga qarasangiz ko'rasiz. Mana bu yetmay turadi. Obzoramiz. Короче, menda muammolarda o'zingiz kuzating, menda tepada muammo rosa ham ko'p. Real yoki Manchester City sizlarga bo'ladi. Bo'pti, bet rosa ham qotyapti. Короче, betdan chiqib keting. Minecraft umrimda Minecraft bunchalik qotmagandi. Voy, mani qo'yat. O'sha yerga to'xtang, teoretik qilib qiling. Teoretik hali ham. Bu mana bu edi. Chiqib turib, mana hozir kirib beraman o'sha yerga. Mana shu 999 edi, mana. Mana shuncha mehnat qilganimiz, mana bo'larkan-ku men shunchasi. Короче, endi galemlarni o'ldiraman. Mazza qotmaydimi? Galemlarni o'ldirish kerak, hamma ishni bizga qo'yapti. O'ldirishga yordam bering. Menimcha bu eng uzun videoim bo'ladi. O'zi 9 minut bo'libdi. Boring, zombilarni paydo qiling. To'xtang, mana shu mezda o'ynaveramiz. Boring, zombilarni paydo qiling siz. Yo, men paydo qilaveraman. Menga esa farqi yo'q. Obunachilar, agar
video bexosdan o'chib qolsa, unda xotiramda joy kam qolgan bo'ladi. Chunki bu birinchi qism bo'lgan bo'ladi. Chunki nima xotiramda joy kam deb hozirgina tatatam degan ovozni eshitilaringmi? O'shanda xotiramdan ketdi-da javob. Ana xotiramdan ketdi. Xotiram kam qoldi. Ana rasmlar to'lib ketyapti. O'shaning uchun hozir nima video bexosdan o'chib qolishi mumkin. O'shaning uchun nima qilmaylar. E'tibor qilmaylar bu narsaga. Yarimlar sakrab turib, qoqib turib, aylantirib turib, chachaq qilib yo'yami hammani. Hop, aylantirib turib, sakrab turib, qochib turib, chacha. Короче, galimlarni o'ldirishdan foyda yo'q. Shunchaki manetni yopib qo'yamiz, bo'ldi, galimlar chiqib keta olmaydi. Bo'pti, короче, biz tayyorlaning. Men hozir zombilarni paydo qilaman. Speedratchasiga qilib, chacha qilib, hop. Obsidianni yopib kelmayapti, chunki bu yerda ochib yuborish bor. O'shaning uchun hop. Blokdan qilamiz. Hop, shunchaki bunday kelamizda. Mana gul o'rniga fakel olib yoritamiz. Hop, keyin zombilarni tuxumini olish kerak. Chilarga mana o'rniga olsam kerak. Masalan, o'qni o'rniga zombilarni tuxumini olamiz-da. Zombilarni paydo bu zombilar nima qilyapti? Menimcha bu yerda salgina kattalashtirish kerak. Menda zo'r ideya kelib qoldi. Shu joyda IQ balandligi bilinadi. Bunday qilamizda speedratchasiga chacha qilib yopib qo'yamiz bo'ldi. Mana yerda o'tirib olib, rosa ko'p zombilarni paydo. Nimaga bular bu yerda paydo bo'lyapti? Agar men ana bo'larkan-ku. Tush. Tush. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Bizga pasam, yo'q, qala sabim o'ynama. Mayur. Bunga yopish kerak hozir. Shu ikkita zombi bo'lsa ham yonib ketadi. Keyin yuraman yig'lab. Yo'q, qal yonishni istayapsanmi? Speedratchasiga bo'ldi. Balki sal pastroqqa tushib qolarman shu ishda. Onani emgurli asabimni o'ynama dedim. Endi asabim buzishni boshlaysiz, masalan, borib. Ko'rdingmi, yarimini yondirib yuboraman. O'shaning uchun kodni qisgan hamma. Men qayerdan bilaman? Hozir batib bilan. Короче, menimcha zombilar yonib bo'ladi. Qanaqa qilib qursam ekan? Hozir zombilar quyoshda o'lib ketadi, bilaman. O ana yaxshi. Endi yaxshi bo'ldi. Sekin qurib ketaveramiz. Zombilarni rosa ko'p qilish kerak. Ana qalada qotayotgan qalada umrimiz bekor ketdi. Zombilar rosa ko'p, rosa ko'p zombilar. Zerikarli. Bittasida lopata bor ekan. Bor. Hop. Yana bular chiqib ketyaptimi? To'g'ri, mana shunaqasidan quraveramiz.
Akasi keyin chiqadi. Hop.